Salom, sizlar bilan futbol team. Bugun biz shtrafni o'yinning ikkinchi qismini chiqaramiz. Birinchi udar, ikkinchi udar. Va bu shtangaga tegdi. Uchinchi udar. Va bu ne gol. Ikkinchi ishtirokchining birinchi zarbasi. Ne gol. Ikkinchi udar. Va bu gol emas. Uchinchi udar. Gol emas. Hozir teng bo'lib qoldi. Bittadan tepishib ko'rishadi. Birinchi ishtirokchining birinchi udari. Va bu ne gol. Ikkinchi ishtirokchining birinchi udari. Gol emas. Teng bo'lib qoldi hozir. Yana bir donadan tepishadi. Agar gol ura olishmasa ikkinchi qismni qo'yamiz. Birinchi ishtirokchining oxirgi udari. Va bu ne gol. Ikkinchi ishtirokchining oxirgi udari. Va gol emas. Ikkinchi qismda ko'rasizlar kim yutganini.